Yangiyo'ldan Toshkent shahriga yangi yo'nalishli avtobuslar qatnovi yo'lga qo'yildi. Xo'sh, 194-raqamli ushbu avtobus Niyozbosh qishlog'idan Toshkent Janubiy vokzaliga necha daqiqada yetib boradi? Vaqt ketdi, biz buni hisoblab ko'ramiz. Ushbu 194 yo'nalishga Mercedes rusumli avtobuslar yo'lga qo'yilgan bo'lib, ular ish kunlarida ertalab soat 5:30 dan kechki soat 23:10 gacha jami 11 ta avtobus, haftaning shanba kuni soat 5:30 dan 22:25 gacha jami 10 ta avtobus, yakshanba kuni soat 06:07 dan 22:02 gacha jami 9 ta avtobus xizmat ko'rsatadi. To'lovlarni raqamlashtirish va fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida ATTO to'lov tizimlari ham joriy etilgan. Biz Toshkent Janubiy vokzaliga yetib keldik. Bizga 58 daqiqa vaqt ketdi va 1700 so'mni karta orqali to'ladik. Siz ham fuqarolar qulayligi uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalaning. Jamoat transportini tanlang.